Rossiya O'zbekistonda katta AES ham qurishi mumkin. Gazeta.uz xabar berishicha, Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi hamda O'zbekiston o'rtasidagi atom elektr stansiya qurish bo'yicha loyiha kengaytirildi. Mamlakatda nafaqat kichik, balki katta AES ham qurilishi rejalashtirilmoqda. Bu haqda Rossiyaning iqtisodiy rivojlanish vazirligi xabar berdi, lekin keyinchalik press-relizning bu haqdagi qismini o'chirib yubordi. O'tgan yili kichik quvvatli atom elektr stansiyasi qurilish boshlandi. Bu yil esa mamlakatlar rahbarlari loyihani qayta formatlash hamda 2 blokli katta, 2 blokli kichik quvvatli stansiya qurish bo'yicha kelishuvga erishdi, deya vazirlikdan iqtibos keltirgan OAV. Rossiya vazirligi xabarida Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida bo'lib o'tgan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi tovar aylanmasi hajmini oshirish bo'yicha ishchi guruh yig'ilishida Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Rishotnikov va uning o'rinbosari Dmitriy Volvach, O'zbekiston investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov bilan uchrashgani aytiladi. Gazeta.uz manbasi bu uchrashuvda haqiqatdan ham katta AES qurish masalasi muhokama qilinganini tasdiqladi. Katta AES qurilishi bo'yicha xabarni Rossiya g'oflari ham e'lon qildi, lekin keyinroq ularning ba'zilari bu xabarni o'chirdi.